Bugun sizlar bilan Alixon Fusion bo'ladi. Bugungi o'yinimizda Need for Speed o'yinini o'ynaymiz. Bu o'yinda men Telegram kanalimda qoldirib ketaman. Yuklab olishdi. Sizlar yuklab olib bemalol o'ynaysizlar. Bu o'yin juda zo'r o'yin. Hamma biladi. O'sha avvaldan o'ynalayotgan o'yin. Avval ko'p odamlar o'ynagan, o'qigan avvalgi odam o'sha avvalgi o'yinchilarning eng zo'r o'yini shu bo'lgan. Mana bu o'yinimiz juda ham zo'r. Grafikalar yaxshi, ochiq dunyo o'yini. Bunda har xil narsalar bajarib, pul yig'sa bo'ladi, militsiyalardan qochadi. Keyin poygalar uyushtirsangiz bo'ladi. Короче, bu o'yin juda ham zo'r o'yin. Bu o'yinni o'ynab qolishlaringni tavsiya etaman. Telegram kanalimda buni yuklab olish fayli bor. O'shandan bemalol yuklab olasizlar. Buni mashinalarni tuning qilib, ochiq dunyo o'yin, juda ham mazza qilib o'ynaysizlar. Qo'shilib o'ynash imkoniyati yo'q, lekin zo'r o'yin. O'zingiz o'ynaysiz ham bo'ladi. Nitro petrollar qo'yib, tezlashib, juda ham zo'r o'yin. Grafika hammasi bitta jamlangan o'yin. Mana men hozir sizlarga ko'rsataman. Bu o'yinda mana poygalar qilaman hozir, ko'cha poygalar. Короче, mashinalarni tuningsizlar, hamma narsa qilsa bo'ladi. Juda zo'r grafikali o'yin. Mana ko'rayotgan bo'lsalaring. Juda ham zo'r o'yin. Poygalar qilyapman. Agar militsiyalar ko'rib qolsa, militsiyalar quvalaydi sizlarni. Juda grafikasi ajal bo'lgan o'yin. Bu har xil kompyuterlarga tushadi. Chunki bu o'yinni olib qaraganda ham kam shu unaqa internetsiz o'yin. Eng yaxshi shu internetsiz offlayn juda mazza o'yin. Sizlar bemalol o'ynab kulib mana shu o'yinni mazza o'ynayasizlar. Juda zo'r grafika mana. Men poygalar qilyapman. Hamma narsani ilojisi bor bu o'yinda. Haqiqiy hayotda o'yin. Mana короче, hozir o'yindan chiqamiz. Mana poygadan chiqdim. Tuninglar hamma narsa qilsalaring bo'ladi. Bu o'yinda ovozi chiqadi, lekin men chiqarmay qo'yganman. Menga yoqmaydi. Muzika va mashina ovozi, shuning uchun men muzika eshitib, o'zim muzikalarimni eshitib qilaman. Shuning uchun prosta unaqa qilganman-da. Ovozini o'chirib qo'yganman. Juda zo'r o'yin. Mana короче, biz chiqib ketmoqchimiz. Bu o'yinga gap yo'q. Ajal o'yin. Bu o'yinni men sizlarga 100% tavsiya berib o'tib ketaman. Короче, bugungi efirimiz, bugungi videomiz tugadi. Menga podpiska tashib qo'yinglar. Shunaqa zo'r o'yinlarni o'tkazib olmoqchilik uchun. Bu o'yin juda ham zo'r. Nomi Need for Speed ko'p joylarda pulli ham bo'lishi mumkin. Men sizlarga tekin beraman. Telegram kanalimda obuna bo'lib qolishlaringni so'rayman. Xayr.